Abdurahmonov. Mana gelikni olchi gelikni. Assalomu alaykum, inspektor Abdurahmonov. Alaykum assalom. Marhamat qilib hujjatlaringizni taqdim qilasiz. Nima qonunni buzib qo'ydim, hujjat taqdim qilaman. Siz svetoforda qizil chirog'idan harakatlanib kelsiz. Nima qilay, nomer tanimayapsizmi? Yo'q. Yetishmaganmi deyman-a? Yo'q, yetishmagan. Siz bilan shu gaplashish kerakmi deyman-a? Marhamat tushing, gaplashamiz. Nima bo'pti, aka? Hujjatlaringizni taqdim Otni qiling. chaqiring, qani? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Olmay charchamayapsizmi? Nima muammo Abdurahmonov? Kimligini bilmaylarmi deyman-da. Buyruqqa bo'ysunmayapti. Qizil chiroqdan o'tib keldi. Nomer aytilgan, tanimadingizmi deyapti. Tushunmadim bu odamga. Hasan bilmasmiding? Bu yigit haqida bizga aytilgan-ku. Ismingiz nima edi? Doniyor ismim. Ana Doniyorjon. Bu Mana. yigit haqida bizga ma'lumot berilgan. Taninglar ko'ryapsizmi?